Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'-omon yursizlarmi? Do'stlar, KAZ yuk mashinamiz bor. Samosuval. Buni motorlari kombayn motor qo'yilgan. Samoda motor deydilar, kombayn motor qo'yilgan. Avvalgi motorlari KAMAZ motor bo'lgan, 6 porshilli KAMAZ motor bo'lgan. Mana bu yerda mana avvalgi motorlari turibdi. Bonusuna qo'shib beriladi bu motorlar, bonusuna qo'shib beriladi. Mashinani xarid qilgan odamga. Mana bu yerda orqasini radiatorlarini chiqarib qo'yganmiz. Nimaga deganda kombayn motor katta bo'lgan bu, sig'ishmagan buni oldina. O'zi kattaligi uchun kombayn motor zo'rg'a sig'ib turibdi bunga. Mana mashina 2 yildan beri yurmay turibdi. Lekin salgina biz urtgandan yonadi bu, sal bir sudratvor kerak bo'lsa, sudratvorsa yonadi. Akkumulyatorlari yo'q, sababi 24 voltli ikkita akkumulyator ketadi bunga, 2 akkumulyatorli. Kuzovlar ham zo'r buni. Kuzovini o'zini bultir 35 millionga so'rab keldilar buni bultir. Kuzovini bermadi. 40 million so'm bo'lsa beramiz deb qo'ydi. Kuzovi juda zo'r kuzovlar ham. Katta zil mashinalarga, katta zillarga tushib ketaveradi. Undan tashqari ichkarida turbo kompressorlar ham bor. Ular olgan odamga qo'shib beriladi. Bonusuna zapaska balonlar qo'shib beriladi. Zapaska balonlar bor mana bu yerda. Ishlar ham o'ta katta bu mashinani. Mana ichkarilari, ichlari. İçinden bir zapçaslar yotibdi mana. O'ta zo'r. Mana bu zapaska balonlari. Bu mashinani avvalgi videolarda tushirib tashlaganimda kommentariyada juda ko'p so'radilar. Yana bir marta qo'ng'iroq qilib aytdilar, yana bir yaxshilab tushirib tashlang degan nimalar uchun yana ham tushiryapman buni, yana bir marta videoga olyapman. Buni kabinalari KAMAZlarga o'xshab mana bu yerda nimalari bor? Domkrati bor o'zining. Domkrat mana ko'tariladi mana bu yerda, mana nimasi mana bu yerda solinadi. Bitta temir qo'yib o'zining nimasi bor. Ko'tarib buni qachat qilsangiz mana tushiradi. Mana tushiradigan tarafga mana bu yoqqa nima qilib qo'ysangiz bu yoqqa ko'taradi. O'zining zavodskiy domkratlari bor o'zining. Bu yerda akkumulyator qo'yadigan joyi bor. Mana vidish oldi keyni tortadi. Bu joyda botqoq joylardan ketaveradi. Mana teglardan yaxshilab tushirib o'tsak. Mana bu yerda korobka nimasi qordida joylashgan mana. Tegida. Mana 15 tonna yüklese de resorlar oturmaydı umuman. Resorlar ham quvvatli, baquvvat. O'ta zo'r. Xohlovchilar bo'lsa 50 million so'm pulni berib turishi bilan mana bu yerda qo'shimcha motorlari, zapaska balon, turbo kompressorlar ham bor ichkarida. Ulardan hamma narsasini qo'shib beraveramiz. Men ham internetda o'zim ko'rib o'tiraman, shunday mashinalar. Yurib turgan mashinalar 180 million, 200 million deb o'tiribdilar. O'zimiz Urganch, Xorazmdagi Urganch yuk mashinalar bozori bor, shu yerda aytib o'tiribdilar. Juda qimmat aytadilar. Endi bir ishlatib yuboraman, yurgizib yuboraman, bir qo'limdan ustachilik keladi degan odamlar bo'lsa, olib ketib misol uchun bir zil motor tashab turib, bir 6-7 ta gaz balon o'rnatib olsa,
yana bir xarajati bor-da, bir 25-30 millionlar sursa, lekin shu 180 million aytib o'tirgan mashinlarni zo'r mashin bo'lib ketadi bular. Hozir biz qo'ldan kelgancha o'zimiz qistirib qo'yibmiz bu nimalarni, kombayn motorlarni qo'yib, radiatorlarni orqasına qistirib, bir joylashtirib qo'yibmiz buni qo'ldan kelgancha. Bunday bir jonli usta emasmiz, 7 usta emasmiz, qo'ldan kelgancha o'zimiz bilganimizcha uzatib qo'yibmiz. Yaxshi ustalar bo'lsa, boshqacha qilib yasab nima qilib olishlari mumkin. Mana motori bu ishdan chiqqan bu motor. Blok to'shilgan bunda nima porshini bu yoqqa urib chiqib ketgan bu. Bu endi bir zapchastga yaramasa, lekin bu motor boshqa narsaga yaramaydi bu. Kommentariyada ko'p odam yozibdi 50 millionga qimmat deb hozir. Lekin bunday mashinlar yurib turgan mashin bozorga chiqib ko'rsangizlar ham bunday pulga bermaydi bu. Aytaman bu. 180 million deb o'tiribdilar. O'zim ko'rdim bor bozorda. Yani şu kuzubunu, oddiy bir kuzubunu so'rab ko'raveringlar sizlar. Oddiy bir kuzubuni o'zim 30-40 million turadi, shu kuzubi bormi? Cho'nqur bir odam bo'yi bor buni ichi. 1,5-1,60 chiqib boradi bu. İchi cho'nqur. Bo'yningizdan kelib turadi ichine tushsangiz. 150 xalta, 160 xaltani qatnab turgan mashin bu. 15 tonna, 16 tonna yük tortib turgan mashin. Prosto bunu hayditan adam yo'q hozir. Men o'zim bu yerda motosiklim bor. Artıq shunda o'zim motosiklimda Honda motosiklim bor. O'zim motosiklim buni. Shu motosiklimni kreditga 47 million so'm pul olib qo'yibman shu motosikilda. Yil 3-yilga ketyapti, 3-yil to'lab turibman. Endi salgina azaydi buning to'lovlari. 1,5 million to'lab o'tirdim, hozir sal kamaydi, 1 million 280 to'lab o'tiribman har oyda to'lov. O'zim yem olib sotaman. Guruch ham olib sotamiz, yem olib sotamiz, sechka, oqshaq olib sotamiz, ish qilib. Shu motosiklimda 1,5 tonna yuk topib boraman. 1,5 tonna yuk hozir u katta mashinga hozir hojat yo'q bizlarda. Men o'zim shu motosikl haydab yuribman. Sababi shuning uchun sotilyapti. Bu yerda yengil mashinamiz bor. Shu katta mashinga hozircha biza uyda haydaydigan odam yo'q, ehtiyoj yo'q. Dadamlar o'zlari nimada Rossiyada ishlab yuribdilar. Rossiyada kran haydaydilar shu yoqda. Men o'zim bu tirikchilik bu nimadan yem olib sotamiz, guruch olib sotamiz, sechka olib sotamiz, ish qilib. Shu motosiklim o'zida 1,5 tonna qatnab yuribman men. Yuk menga bo'ladi shu. Bu katta mashinga yuklagida yugim ham yo'q mening. Shuning uchun bunga hozir gaz qo'yib, zil motor bosgida ortiqcha pulim ham yo'q. Shuning uchun sotaman. Buni ko'rib turgandan bekor yotgandan bu haydaydigan odam bo'lsa, olib foydalansin deb sotuvga qo'yib qo'yibman buni do'stlar. O'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zim blogerman, o'zim kanalim bu. Nima blogerchilikka da'vo qilib yotgan joyim yo'q. Xudoga shukr, hozir shu kunda, shu momentda 22 mingdan ziyod obunachim bor. Qo'ldan kelgancha o'zimning shu ishlarim bo'yicha guruch narxlari bo'ladimi, shu boshqa narsalar, ekin tikinlar bor mana bu yerda, tomorqalardan mana shu o'zlarimizning nimadan, oiladan bir o'zalikdan bir videolar tashab qo'yib boraman do'stlar. Qo'ldan kelgancha asosan biz shu guruch savdosi bilan, yem olib sotish bilan shug'ullanamiz. Pomidorlarimiz, ko'chatlarimiz ham ajoyib bo'lib qoldi mana. Katta bo'lib qoldi, solib turibdilar. Pomidorlar ham yomon emas, rivojlanishi yaxshi. Do'stlar,
qiziqqanlar uchun do'stlar murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini yozib qoldiraman ekranda do'stlar. Olib qo'ydiman. Uzatib minaman deganlar bo'lsa, hozir ham mashinani haydab ketishlaringiz ham mumkin, lekin tormoz sistemasi ishlamaydi. Yaxshi tutmaydi tormozni, yaxshi tuzatib nima qilish kerak, ishlamaydi. To'g'risini aytgan yaxshi-da. Tormoz sistemasi ishlamaydi, tormoz tutmaydi mashina. Lekin yanadi, yuradi, yanib yuradi stalarka motor. Asos tormozlari ishlamaydi ham. Ko'pincha uzoqdan so'rab turibdilar, Buxorodan, Samarqanddan, Farg'ona taraflaridan, Andijondan so'raydilar. Bu yoqlarga mashina yaramaydi to'g'risi hamda. Sudratib olib ketsa bo'ladi. Ko'p aka-ukalarimiz qilib aytib turibdi vodiy taraflarni. To'g'risini aytib turibman, sudratib olib ketib bir ko'rsangizlar bo'ladi deb. Adak garantiya bermayman yurib ketdi. Lekin kombayn motor ham yangi motor, yangi remontdan chiqqan, ajoyib yangi motor qo'yilgan. Kombayn motorining o'zi kamida 10 million so'm pul turadi buning kombayn motori. Kuzovlari bir 35-40 million turadi shu kuzovi. Ya balonlari, keyin buni resol qismi agar zapchastga olib sotaman degan odamlar bo'lsa, bundan yaxshi foydalansa bo'ladi. Ana bu motorlardan qo'shib beramiz. Yerda yotgan motorlar ham qo'shib beriladi. Do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sizlar bilan men Kamina Egamtarning Azizbek Atajonov. Men kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bizning chiqargan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borib turadi do'stlar. Doimo sog' salomat bo'linglar. Hamma yaxshilikda ko'rishaylik. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.